Yerim g'ijak sozni qo'liga ilib tanglashga boshladi. Lekin baya hamma tarlarini yondirib atgan sozni tangshash ancha osonga tushmadi. G'at-g'at qilgan ovozlar xeyli uzoqqa so'zildi. Ta'mirib o'tirganlarning tishi qerishib, ishi pushdi. Shavkat hamrohlarining kayfiyatidagi o'zgarishni sezib mundoq dedi. Biz bilmagan bilan soz muzika to'liq xosiyatli ekan. Ajdodlarimiz uningdan foydalanib taxtga varis tanlab ekan. Sozchi taxtga varis qildimi? Qaysi podsho ekan u? Shavkat hamrohlarining o'z so'ziga qiziqayotganligini ko'rib, ishonch bilan davom qildi. Sozdan sharg'ucha men sizlarga mush to'g'risidagi qisqa bir hikoyani aytib beray. Adil podsho Harun Rashidning kesiri yig'irlashganda ordu mulozimlari uningdan so'rabdi. Taqsir, bu o'zi xudolik olam. Mubada qazoyi qadri yetib qolsa taxt kim varislik qilsa bo'la? Harun Rashid ordu mulozimlariga mundaq buyuribdi. Atidan boshlab butun davlatdagi tug'uti yaqinlashgan ayollar bilan yangi tug'ilgan bovoqlarni va usta sozandalarni o'rniga yig'inglar. Bir necha kun ichida ular yig'ilibdi. Butun o'rnida qiyomat qoyimdek g'alati bir ahvol yuz beribdi. Bovoqlar qiyojiya qilayotgan, tug'uti yaqinlashgan ayollarning to'lg'oq tutib, dod-faryod ko'tarayotgan. Sozandalarning nag'ma-navolari parakka yangragan. Bir-biriga o'xshamaydigan bu ovozlar birlashib, giralishib, butun o'rda ichi ajoyib malmon holga keldi. Shu chog'da Harun Rashid mulozimlarga mundoq debdi. Sizlar hozir berib buvoqlarga qaranglar. Ularning ichidan yig'isini to'xtatib, ko'zini chimildatib, nimagidir diqqat qilgandek bo'lganlarini darhol tepib kelinglar. Mulozimlar izlab yurib, ashunda qoldi yotgan 3 buvoqni tepibdi. Demak, butun davlatdagi buvoqlarning ichidan oran 3chi ana ashunda qoldi ekan. Shu chog'da Harun Rashid mundoq debdi. Mening taxtimga mana shu 3 buvoqning ichidan birsi varislik qiladi. Nima vajidan shundoq deb so'rabdi bir vazir. Shu vajidanki debdi Harun Rashid, ular alomatni sezalaydi, saodat va karomatni his qila oladi. Ularda yig'ishchidan kulkini, kulkichidan yig'ini farq etish iqtidori bor. Chunki ular ashunda qiyochiya ichida o'zini dod-faryod ko'tarib turib, bu malomatlarning orasida yana qandoqdir bir ovozning, yiqimliq soz ovozining borligini sezgan va o'ziga tasalli berib, yig'isini to'xtatib, bir narsani izlagandek ko'zini chimildatib san yerigan. Bundaq odamlar qayg'u-alam ichida turib, shadxo'ramlik ichida turib qayg'u-alamni his qila oladi va bir taraf qila oladi. Muzika kichik bolalarda sezgirlik, chechanlik va mustahkam xarakter yetildiradi. Ular cho'ng bo'lgan sari bunda xarakter texim pishib, takomillashadi. Shunga ular taxtga o'tirishga munosib. Hikoya ularda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Aqniyaz hayajonlangandan uni hozirli go'zal bir doston qilib yezib yetadigandak alpozda xiyol va ilhomga petib o'ltirardi. Salay, pah, ulug'larning aqliga opirin deb tamaqini cheksa, yelim g'ijak, qandoq, soz degan shundoq dema, biz bo'lmasak podshoh varis tanlay olmay qoladi deb po otdi. Ishqilib, hikoya hammaylanda o'ziga tushliq, o'y fikri, his tuyg'u va nozik sezim uyg'otgan edi. Yerim g'ijak sozi tanshab bo'ldi. Saud pistakni dabni qo'liga oldi. Ular bayqi hikoyaning ta'siri bilanmi yoki o'zlari yaxshi ko'rganlikdanmi aytavur odamning yurak torini chekadigan mo'liq muzika cho'l Iroqni chelib ketdi. Go'zal yoz kechasining salqin xushbo'y salkini g'ijak simlardan chiqayotgan pig'alliq, avrishim kuylar bilan dab yuzidan ko'tarilgan ritmliq, do'qinliq ovozlarni o'zi bilan billa yiroqlarga elib ketdi. Muzikadan keyin sho'x, yaqinliq naqshlar o'qildi. Yelim g'ijakno, savut dabmo xeyli issiq nafas naqshlardan edi. Yurakdan chiqarib larzon ovoz bilan o'qilayotgan muhabbat naqshlari behush ko'ngillarni uyg'otib, odamni yoshlikning, sevgining sirliq pinhon olamiga elib ketadi. Gul dasta, gulim dasta, yetganman sana pasta. Osmonga chiqib olma, qoldirib meni pasta. Gul dasta, gulim dasta, yolg'izman sahar kashda. Yar darding yomon ekan, kunlar o'tadi tasda.
Mana bu yoshlik. Mana bu do'stlikqa, muhabbatga, ijillikqa, bilim va ijtihodga to'lgan go'zal yoshlik. Mana bu echirqab ketgan qo'rsaqlarni to'yg'izish uchun dog' suvda savzi chamg'urlarni qaynitib o'ltirib, yeb ichishga qanoat qilish aqlsiz hayvonlarning ishi deb tushungan qanoatchan, irodalik, aqlli yoshlarning hayot va go'zallik, bilim va izdinish, hozir va kelajak to'g'risidagi romantik xiyollar bilan to'lgan ko'ngillik, quvnoq turmushi. Ular oldingi kundagi maslahati bo'yicha bugun kechda shoir Tiyibja Iliyevning uyiga bormoqchi bo'lishdi. Gayet Mayet biologiya fakultetidagi eliq do'sti orqali shoirning uyini so'rab bilib olgan edi. Ular kechlik tomoqdan keyin soqol burutlarini qaradi, sochlarini mayladi, pokiz kiyimlarini kiydi. Yotoqdan chiqadigan vaqtda ular xuddi Hayit bayramlik katta so'ringa boradigan begzodalardek so'latlik tusga kirgan edi. Lekin yo'lga chiqish oldida salay ikkilangandek turib qoldi. He, og'inglar, bosoq bo'larmi, bo'lmasmi? Bo'lmaydi. Aqniyoz kastinli javob berdi. Gayet Mayitmo birdan qizirib, birdan so'k turadi. Men deyman, ya u odamni tanımasak deb qola. Boramsizlar, bormamsizlar? Aqniyoz to'qimni gadiniga oldi. Nim degan notasmiliq bu. Sizlar bormsanglar men beraveraman. Odamning uyiga odam bormamdi. Burun tanımagan bo'lsak, endi tanishimiz, usta tutimiz. Buning nimasi yomon? Oxir ular yana birga yo'lga chiqdi. Maktabning oldidagi bekatdan avtobusga o'tirib, hashtash degacha baxt yo'liga yetib keldi. Chiroyli pasonda silingan ikki qavatli ozodi binolarni oralab yurib, shoirning uyini osonlik topdi. Eshik oldiga kelganda yana bir oz tengirqash bo'ldi. Sanqa. Yana Aqniyoz jur'atli chiqdi. U o'ng qo'lining ko'rsatkich barmoqini pukib, nihoyat adab va ritm bilan eshikni chekdi. Ularning taliga shoir uy deydi. 30 yoshdan halqagan g'uncha bo'y, qora motoq, xushxuy bu odam bu 3 nafar notanish mehmonning bemahal tashrifidan hayron qolmadi. Ularni qizg'inlik bilan mehmonxonaga boshladi. Va ularning tartinib, qo'rinib o'tirishiga qarab ochiq ko'ngillik bilan mundiq dedi. Nemandoq tugilib ketdinglar? Enikan tovardak echirib yeyilib o'tirmamsizlar? Bu gap bilan oradagi qilin pardami sirli kayfiyatni ko'tarilib ketdi. Uch yigit bir-biriga qarshib, yengil o'xtartib qo'yishdi. Shoir o'zi paypetak bo'lib dasturxon tayyorladi. Choy qo'yg'ach, ularning ahvolini so'radi. Desam demasan doshining o'quvchisi o'sizlar. Isminglar nima? Aqniyoz oldi bilan ishga hamrini tunishtirdi. Buning ismi Salay, buning Gayet Mayit, mening ismim Aqniyoz. Aqniyoz? Shoir quyuq qoshlarini yemiradi. Chechan ko'zlaridan bir narsani o'ylayotganligi ko'rinib turadi. Yaxshisi, ehtimol otaningiz ko'ngli oq, o'zi saxovatlik bo'lsin deb shu ismni qo'ygan bo'lg'aydi. Bu ism menga tunishtirdi-ku. U she'r yozdi. Dedi Salay darhol luqma selib. Gazet jurnallarda nurg'un she'rlar e'lon qilindi. Durus. Deb beshini lanchitdi shoir. Shung ismingiz ham tunish, ham yaqinlik bilinib ekanda. Adabiyotga havas qilaman. Dedi Aqniyoz o'zini erkin tutishga tirishib. Ozgina she'r yozib o'zimni sinovaman. Tirishim, ben qo'yvatman. Deb uni rag'batlantirdi shoir. Bilim elish oson emas. Bu xuddi g'avvoslarning suvning taktiga cho'kib, sadab yiqqiniga o'xshash ish. Lekin tirishqon, irodalik odamlar uchun eng cho'nqur suv ostidagi marvoyitni suzib olishmi ta's emas. Shu gaplardan keyin suhbat tabiiy holda ilm-fan, madaniyat, she'r va ijodiyat ustida bo'ldi. She'r to'g'risida so'z bo'layotganda shoir Tiyibja Iliyev o'z tajribalarini nihoyat ixcham va mehrizlik qilib mundoq dedi. Yaxshi she'r yozish xeyli qiyin. Buningga pishqon, iqtidorli shoirlarmi birdan erisholmaydi. Uningdagi eng muhim narsa jaranglab turgan qofiya bo'lmasdan,
balki yangi va cho'nqur she'riy fikr bo'lishi kerak. Ana shuningda fikr qopiyni keltirib chiqaradi. Mening sizlarga nasihatim shuki, ko'proq kitob o'qinglar. Klassiklardan tortib zamonimizda kitoblargacha hammani o'qish, mulohiza qilish kerak. Kitob odamda hissiy tuyg'u uyg'otadi. Odam qalbida yaxshi orzu tilaklarni tug'diradi. Milliy adabiyotimizni ro'noq topqizimiz deydiganmiz, sizlarga o'xshash talay bilimlik, iqtidorli, jur'atli izbosarlarimiz bo'lmasa bo'lmaydi. Ijodiyat hayotlikdan, taraqqiyotdan derak beradi. Shu chog'da ayol sohibxon bir taxs qo'rma ilib keldi. Teyipjon Ilyov bo'lim ishkobining ostonqi ko'zini ochib, yo'g'on bir botilkani qo'liga oldi. Men sizlarga piv qo'yib beray, dedi u egiz qirliq stakanlarni ustalga tizib. Piv ichgach paranglashaydi. Sizlar mo'ga qilinglar. Menni so'zlasam bo'lmas. Bir stakandan piv ichildi. Dadini qizigan G'oyit Mayit shoirdan to'p-to'g'ri bir savol so'radi. Teyipjon aka, siz Asasanning shikoyatini qanday yozdingiz? Siz uni ko'rdingizmi? Yondirib so'radi Teyipjon Ilyov hayron bo'lgandek. Qanday ko'rdingiz? Uni hammamiz ko'rdik. G'oyitdan qo'limizga tushib qoldi, dedi G'oyit Mayit. Yaxshi yozib ekansiz, bizda cho'nqur ta'sirat qo'zg'adi. Shunga qanday yozganligingizni bilish qiziqib qoldik. O she'rni qanday yozganligimni o'zim bilmayman, dedi shoir o'ychan holda. Lekin uni menga reallik, haqiqat yozdirdi desam bo'ladi. Aslida u tugamas naqshini sazoy qilgandan keyin bunday sezgir she'rlarni yozmasman deb edim. Lekin ko'nglim qo'ymaydi. Mo'fikab qoldi. Men sizlarga tushlik purush degan bir hikoyani aytib beray. Boyagi gapimga to'linmas keladi. Bir mashinchi bor ekan. Yaxshi mollar kelsa ko'proq puruch chiqarib kesib oladi ekan. Bir kuni tushida patman puruchning ostida qilib o'lgida qiylanibdi. Ats uyg'onib buni bir bishorat deb bilib Xudoga to'g'ri qilibdi. Bundan keyin kishining haqqi xiyonat qilmaslikka qasam ichibdi. Har holda o'rgangan ko'ngil, ya'ni kesib solmasin deb shogirdlarga bundan keyin men mol kesayotganda ustam tushlik puruch deb qo'yinglar deb jikilabdi. Bir kuni bakmi isil bir mol kelib qopdi. Ustam qo'ydisini elib, uningdan kartozda puruch kaskili turibdi. Buni ko'rgan shogirdlar darhol ustam tushlik puruch deb ogohlantiribdi. Lekin ustam xotirjam holda tushimdagi puruchda bu mol yo'q edi deb javob beribdi. Teyipjon Ilyov hikoyani tugatib, qandaqkan degandek ma'noda ballarga qarab qo'ydi va kulib qo'yib davom qildi. Shundoq gap, o'rgangan ko'ngil shundoq bo'ladi ekan. Amal qancha? Bir pas jimliqdan keyin Oqniyoz turib so'radi. Anglashimizcha bu she'r matbuotda e'lon qilinmay turiblar, tanqidga uchraydigan o'xshamamdi. Teyipjon Ilyov bo'liqmadi. Hech bo'lmagandek xotirjam holda mundaq dedi. Ko'nib qoldi o'quvchilar. Aflatun o'limdan qo'rqqan odam bu dunyoga to'ralmaslik kerak deb ekan. Yozuvchi shoir bo'lgan odam tanqiddan qo'rqmaydi. Tanqiddan qo'rqsa, yozuvchi shoir bo'la olmaydi. Nima uchunki biz haqi tanqid ko'rishganlar bakla omroq. Bu so'zdan jur'at bilan chidammi, sabr toqatmi, kinoyi bilan og'irnishmi bor edi. O'zaro hurmatga, ishonch va qizg'inlik to'lgan ko'ngillik suhbat xeyli uzoq davom qildi. Bu jarayonda Teyipjon Ilyov o'zining xushfe'lligi, ko'ni yangi she'riyat to'g'risidagi bilimining kengligi, so'zlarining yumorliq va samimiyligi bilan uch havaskorning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Ular ta'sir qo'lg'algan bu uchrashishdan hayajonlangan, ta'sirlangan va qoyil bo'lgan holda uydan uzoq chiqdi. Qo'shilishadigan chaqda Teyipjon Ilyov ular zodili kutmagan bir gapni qilib soldi. Bundan keyin men izlab kelmanglar qila. O'quvchilarni qutratdi degan atoq qilib qolmay yana. Uch yigitning ko'ngli lassida bo'lib qoldi. Boyqa hayajon g'ashlik bilan almashdi. Shoirning ularning qalbida tikilgan yorqin obrazi sal-pal xiralashgandek bo'ldi. Lekin uzunga barmay ulardagi bu zaif tuyg'u yana asta-asta yo'qab, uning o'rnini boyqa ko'ngillik, qizg'in suhbatlarining unutilmas ta'siri egallab ketdi.
Аңлаватқаныңlar Билік Торыдан аңылтылыватқан авазлық әсәрлер сәхипсі. Aqniyaz 12 pənnin yıllık imtihan nəticəsini anlap, sınıfdan xoşal çıxıb idi. Kimdir biri Turğundan kelgan xatni berib, xoşallıq üstüge xoşallıq qo'shdi. O konvertni aldırab yırtib, xatga ko'z yugurtdi. Tova, xatni xoşallıq bilan boshlanibdi. Aqniyaz do'stim, bu xatni aldirashni yozdim. Hayotimdagi tunji xoşallıq ishni sana va sen orqali jimi yor birodarlarimga xabar qilgim keldi. Esingdidu, tek o'tgan yillardala sinib yotoqlarda chunqur hissiyat bilan Gyotoning muhabbat haqidagi qaysi bir yosh yigit oshiqlik o'tida beqaror bo'lmagan, qaysi bir bo'yga yetgan qiz muhabbatga tashna bo'lmagan. Bu inson tabiatidagi poklik va soflik degan mashhur so'zni yodlab yurgan edi. Odam ma'lum yoshga yetganda rostli qalbi ishq o'tida kuyidi ekan. Men sening dono fikrlaringni erishga ulgurmayli to'y qilib oldim. Alğanım çalı savat sahra qizi. O'zi ancha chiroyli bo'lmasimi, lekin muloyim, o'ma vafodor xotin bo'lganligiga ishonaman. Tunishib, 10 kundan keyin to'y qildik. Bu sahroyi qiyomatda qiz bilan qo'ltiqlashib, sirdishadigan doshodga yeriqidek chiroyliqlar, gulliklar, tansxonlar nada deysan? Bu yerda chiroyini biror qatim ko'rib, chala bo'lib-bo'lsimi tiniq purashga erishish katta ish. Ehtimol xatimni o'qib aldirab ketibsan, burun to'y qilib nima qilatding dersan. Lekin bu yerda shunday qilmay amal yo'q. Bizdeklarni qeri bo'ytoq deydi ekan. Bir chaqlarda sen meni yo'qlab kelsang, balkim balalarim qo'lingga suv berar. Oldinga dasturxon sala. Mening burun to'y qilib sendan o'tib ketadigan yerim shu bo'ladi xolos. To'yning sevishibdi-da kichkina xolta avatdim. Az bo'lsa-mu ko'pga tavob qilib, hammanglar eg'iz deganlar. Aqniyaz, o'zining ahvoli qandaqroq adash? Yana shu g'unchi qizning o't piraqida kuyib yurabsan. Tova. Taqdirdan seni sendek bir oq ko'ngil vafodor yigitni chet elda o'qiyotgan birisi bilan oshiqdan qilib qo'yganiga hayronman. Men sening g'unchi qizga bo'lgan muhabbatingning pok, samimiy muhabbat ekanligiga ishonaman. Lekin g'unchi qiz chet eldagi muhabbatidan ko'ngilni uzalmasa, sen g'unchi qizning ko'nglini uzalmasang, bu ishning oqibati zot qandoq bo'ladi? Muhabbat uzunga chiqish yo'l topolmasa, oxir berib o'ch erishga aylanadigan gap. Sening beshingimi shundoq savdolar kelarmi? Sening g'imingda qoldim adash. Lekin yana bir tarafdan men sening har qanday qiyinchilik ishidan rohat topa oladiganligingga, olamchi mushkul ishlarni ko'ngildagidek hal qilib keta oladiganligingga ishonaman. Bilqut xazinasi. Senda shundoq iqtidor, jasorat ham vijdon bor. Bu qitimki xitingda Shavkatning kameridan chiqib, maktabning dehqonchilik maydonida ishlayotganligini yezib ekansan. Xitingning shu yeri ko'zimga go'yo jannatning hurliridek issiq, chiroyli ko'rinib ketdi. Xushalligimda xatni pulaniltib, sakrab ketdim va tunji qitim yuqori intonatsiya bilan Mikail Mushbihning "Sen yaxshi ko'radigan yeliq" she'rini o'qidim. Sen jonni janondan o'zga tutmuding, tutsangding vafosiz bo'lurdi ahting. U seni unut desen unutmuding, yaşa muhabbetim, yaşa yüragim. Men o'ylayman, Shavkatning kamerdan aman esen chiqishi bir yaxshilikdan bishorat dostum. U oxir tabiatning qo'yniga qaytibdi. Tabiat sehi, gunohsiz, mehribon ana. Uning tavlishi bilan inson qalbining chunqur yerlarida g'aflatda yotgan so'zgular uyg'onib, odam vujudini hayotning, muhabbatning, do'stlikning shodliqlaridan bahramand qiladi. Bo'ldi, xatni mush yerda to'xtatay. Kuyinganlikdanmi yoki yangi yorchilikdanmi aytavur, ayolim bir necha qitim yetishga chaqirdi. Soatga qarsam 11 bo'lib qopti. Peshayvondagi damda unlashdan to'xtadi. O'yladik ishtimo bir ishkini qavab qo'yib jimib ketdi. Endi men mi yotmasam bo'lmas, sen mi yotqin adash. Kon odating bo'yicha soatni 12 qilmay, kitobdan yoki she'rdan bosh ko'tarmayding. Endi bula, dam elishni bilmagan odam ishlashni bilmaydi jumu. Xayr, menmi, senmi yaxshi tush ko'raylik. Sana va Shavkatga asnak aralash salom yo'llab, do'sting Turg'un. 1962-yil 13-iyul Qumbaq. Anlavatqaninglar Bilік Торыдан аңылтылыватқан avazliq asarlar sahifasi. 3-qism. To'snak, o't, tuman.
sehiy minnatlik sentabr oylarimi yetib keldi. Shabnamlari kishi ko'rmasda jimmidi kelib, etiz qirlarni namdidi. Gul-giyohlarga marjandek esildi. Quyoshning pishg'irim tapdi yomg'ashqa sahar va oqshomlari odamning gajgisi qo'rilatdi. 1,5 oydan beri bo'sh va pinhon turgan maktab yana qaynam toshqinligiga cho'mdi. Yurtlariga qaytgan o'quvchilar turkum-turkumlab qaytib keldi. Ular sap havo, yetarlik ozuqliq bilan samirib, qizirib, bejirim bo'lib qolgan edi. Ruhlarini o'rg'ib, jushqunlab turardi. Yangidan kelgan o'quvchilarmi shahar bilan maktab oraliqida tenab tantarab yurardi. Ular go'yo bir pirqirtib tashlayotgandek bu katta shahar bilan shovqin so'rallik maktabning hamma narsasi qiziqib, hamma narsadan hayron bo'lib, ba'zida hayajonlanib, ba'zida g'iribsinib, gangirash bilan xomushlik ichida o'tib o'tadi. Yangi o'qish mavsumi tantanali boshlandi. O'quvchilar o'zlarining hayotga yangi bir qadam qo'yganligidan, ilm-fanning yangi pallasiga qarab, qadamma-qadam o'rlayotganligidan xushal edi. Ularni texmi keng va texmi cho'nqur bilim elish orzusi qanotlantirgan edi. Lekin ammaylanga nisb bo'lgan bu xushallik, bu hayajon Badamgulga nisb bo'lmadi. Uning hamisha kulib turadigan, payoni yo'q tiniq osmonga o'xshash nurliq ko'zlari endi xiralashgan. Oq qizil ro'shan ayrilib turadigan suzuk yuzlari anda-munda paydo bo'lgan qo'ng'ir dog'lar bilan g'alati o'zgarib ketgan edi. U homildor bo'lib qoldi. Bu dahshatli ishni u dastlab xiyoliga keltirishga jur'at qila olmadi. Badanidagi ba'zi fiziologik o'zgarish asta-asta kuchaydi. Oxir berib vujudida, yuragining ostidagi bir yerda qandoqdir bir jonliq narsaning anda-sanda yenik davratganligini sezdi. Mana, shuningdan boshlab Badamgul o'zining cho'ng xatoga, to'ldirg'ili bo'lmaydigan ajallik xatoga yo'l qo'yganligini his qildi. U yig'ladi, qaqshidi, o'zining irodasiz tuturuqsizligidan koyidi. Lekin bo'lar ish bo'lgan edi. O'tgan ishlar uning ko'z o'ngidan xuddi tuman orsidagi dal-daraxt, gul-giyohlardek xira-shira o'tishga boshladi. Hamma peshkanlik o'sha oydin kechada la'nati ishlarning qurshovida qolganda yuz berdi. Uningdan keyin ta'til bo'ldi. Zoyitmo Badamgulmo yurtga qaytmadi. Kino ko'rib, bog' saylis qilib yurdi. Oydin kechalari duk baraxsan bog'lar ularga yana xilvat makon, sirdosh do'st bo'lib qoldi. 1,5 oylik uzoq ta'til ular uchun go'yo suygiga, hissiyotga, oshindarchilikqa to'lgan sirli qisqa daqiqalardek hash-pashdagich o'tib ketdi. Men endi u ishlarning hammasi g'ulo ko'rgan tushdek asliga bo'lmaydigan mudhish bir narsaga aylanib qolgan edi. Badamgul bu shum xabarni Zoyitga aytish qaroriga keldi. U bugungi kechlik takrorga chiqmay, Zoyitning kelishini kutib o'ltiradi. Allohizal biror soatdan keyin Zoyit allaqandoq bir naqshini g'ingshig'inicha yotoqqa xo'shal kirib keldi va Badamgulning ishki yelkasidan bo'shqini qamollab turib, "Saqaltib qo'ydim, Amirqin, kechirim", dedi. Badamgul un chiqmadi. İxtiyorsiz tortdi. Zoyit buni kechikib kelganligimga ranjivatdi deb tushunda bo'lgan, yana o'zini oqlab so'zlab ketdi. "Sizdan yotoq saqlayotganligingizni G'unchi qiz xeyli burun aytgan. Shu hamon kelay dedim, lekin ovoz yetakchi mo'yin bir ish to'g'risida so'zlab qoldi. Bilamsiz qanday ish? Bu siz uchunmi, men uchunmi olanch xo'shallik ish. Mushu mavsumning o'ttirlarida meni partiyaga kirish masalamni hal qiladi ekan." Zoyitning xo'shallik, hayajon bilan aytgan bu dag'dug'liq so'zlari Badamgulning zitiga tegdi. Tova, uni qo'yda, buni qo'yda, ha? Badamgul hozir bundoq tantanlik vaz-nasihatlarga emas, balki haqiqiy yordamga, tasalliga muhtoj edi. U Zoyitning ta'ma va shuhrat istikida chaqnab ketgan ko'zlariga so'g'uqqina qarab kulib qo'ydi. Uning kulkisi dard ichib chiqayotgan azobli kulki edi. "Xo'sh, qani gap qilma Badamgulim", dedi Zoyit erkiliganda g'alit qiliqlarni qilib. "Nimaga chaqirgandingiz?"
Badamgul gapni agitmadi. Uningda hozir gap o'yini qilg'idak hapilism yo'q edi. Yurakini qiynab, echishtirib yurgan gapni bir jumla bilanla po'suqqida aytibdi. Zoyid, men homildor bo'lib qoptiman. Nima? Dedingiz? Zoyid uning gapini anqirolmagandek hangiqib qoldi. Badamgul zardi bilan takrorladi. Homildor bo'lib qoptiman, deyapman. Zoyidning beshida chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Boyqa xo'shal ko'zlari tindi. Qon tepchirab turgandek qizg'ish yuzi dastlab tatirib, keyin cho'yindek cho'kirib ketdi. Shu taqda uning vujudini qarimib olgan mudhish bir tuyg'u og'zini gapga keltirmay tilini tangmiga chaplab qo'ygan edi. Zoyidning bundoq chunqur g'am qayg'uga petib ketishi bekor emas edi. Agar bu ish oshkorlanib qolsa, uning oqibatini tasavvur qilish haqiqatan tas edi. U yolg'iz Zoyidning shirin orzu-armonlarini yo'q chiqarib qolmasdan, balki uni baxt istiqbol ko'zga ko'rinib qolgan bir vaqtda maktabdan qo'g'lab, jamiyatning tashlandiq bir puhrasiga aylantirib qo'yadi. Badamgulmi o'xshash taqdirga mubtalo bo'ladi. U holda tug'ilgan bolaning taqdirini o'xshashla kaj va qari bo'ladi. Qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Zoyid bir hazadan keyin ana shundoq miskin va bechara holda g'o'dingshidi. Bu ish sezilib qolsa, erishimiz tugishimiz Badamgul, istiqbolimiz nobud bo'ladi. Badamgul o'ksishga boshladi. Ishki nurisi tinimsiz silkinib, ko'zidan yum-yum yoshlar to'kildi. Bo'ldilar, yig'i bilan ish bitamdi. Dedi Zoyid sal-pal aqli o'shini yig'ib. Qandaqmi bo'lmasin, buni amalni qilmasak bo'lmaydi. Siz bu vaqt birarsiga aytdingizmi qanda? Yo'q, hech kimga aytmadim. Dedi Badamgul ko'z yoshini surtib. Yaxshi, hech kimga aytquchi bo'lma. Bir siz, bir men, bir Xudodan boshqa hech kim bilmasin. Men o'ylab boqay, biror chiqish yo'li tepilib qolar. Shu kechasi Zoyid kirpik qoqmadi. Bag'rida sham ko'ygandek uyon-buyon to'lg'inib, urib chiqdi. Shuncha o'ylabmi bu ishni jimmat yig'ishtirishning biror aplik chorasini topolmadi. Bu xuddi galda to'g'risiga turib olgan qaltiroqdek yo ustiga yo ostiga mangmay uni qattiq qiynayverdi. Agar vaqt mushundoq o'taversa, ish o'zligidan oshkorlanib, hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketadi. Bunday qo'rqinchli oqibatni Zoyid xiyoliga keltirishga jur'at qila olmaydi. Shu bu ishni oxir ovoz yetakchiga aytish qaroriga keldi. Mushundoq tavakkul qilmoqdan boshqa chora yo'q edi. Bir bo'lsa ovoz yetakchi yaxshi aql ko'rsatib, ularni qo'g'dab qoladi. Bir bo'lsa bu ishni darhol oshkorlab, o'zining ixlosman sodiq bir murdini qurbon qiladi. Lekin Zoyid ovoz baxtiga ishonadi. Uning mehr shafqat qo'lini so'zib, o'zini bu azobli dunyodan qutuldirganligiga shak keltirmaydi. Chunki u o'zini havozbaxt uchun kerakli odam deb biladi. Havozbaxtning hozirgacha ko'rsatgan himmat shafoatiga u har xil yo'l bilan oshirib javob berib, uning hurmatiga, ishonch va aqidasiga erishgan edi. Zoyid al-yotar chog'da havozbaxtining uyiga keldi. Dastlab bo'yniga gunoh mingan Xudoni shepi keltirar degandek o'zini ayblab bir tiyinga olg'usiz qilaverdi. Keyin yeliqa uyatli qishni mushaqqat bilan duduqlab turib aytdi. Bu kutilmagan gap havozbaxtini cho'chitibdi. Chiroyi o'ngib ko'zlari chekchaydi. Chunki bu ish tufaylidan kunlarning birida Zoyid bilan Badamgulga tegadigan to'qmoqning bir beshi fakultetdagi barliq o'qituvchilarning yetakchisi bo'lgan o'zigimi tegib ketadiganligi uningga ayon edi. Boldirlarda bo'lganimiz ketdi-da. Dedi havozbaxti xeyli uzoq sukutdan keyin o'zini orom besib edi. Sizni men bu taksiz avrazga tushib ketadi deb o'ylamabdi ekanman. Bo'ldi. Bugun qaytib o'tib o'yinni, sizni o'zim chaqirtaman. Zoyid ig'irlashgan beshini oran ko'tarib, o'rnidan turdi. Putini so'rab uydan chiqdi.
Uni uzutib ishga chiqqan Havas baxti tuyuqsiz uningga tapaladi. Esingizda bo'lsin, bu ish to'g'risida ishimga tunguchi bo'lma. Anglayotganinglar Beliq to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Bu kecha Havas baxtining uyqusi harom bo'ldi. Uning xiyoliga Zoyidning taqdiri to'g'risidagi ishlar kirib olgan edi. Uning nazarida Zoyid hozir xatarlik ochi yo'lning do'qmishiga kelib qolgan edi. Salla ishtirvasa, tuvi yo'qonga domlab tushib ketadi. Agar aplab tartib olsa, tamoman qutulib qolishi mumkin edi. Lekin qandoq tartish kerak? Bu chapan yepish bilan qutulib qolg'ili bo'ladigan ish emas. Vaqt uzargan sari uning uyatliq putqo'llari chapanning chat cho'risidan sangilab chiqib qoladi, uni kesiman debmi kesivatgili bo'lmaydi. Badalla uning fikr yo'llari echilib ketdi. Ko'z oldiga Salim apandi keldi. Uning 3 kun burun qaysi bir o'qituvchilar yig'inida aytgan bir ig'iz so'zi esiga kelib, tishlari g'uch-g'uch bo'lib ketdi. Salim apandi u yig'inda rahbarlik benzisini tangshash to'g'risida fikrni aytib kelib, oxirida shundoq Giyoti gul toji yasmoq oson, lekin uning muvofiq bir boshni topmoq qiyin degan. Turmushdagi ishlar ba'zida ko'ngildagidek bo'lmay qoladi. Nihoyat chiroyli gul toji to'limi aqlsiz qapoq boshga kelib qolishi mumkin degan edi. Bu gap xuddi challab atgan o'qyodek udun kelib Havas baxtining yuragiga tegdi. Aslida Salim apandi buni hargizmo Havas baxtga qaratib aytmagan edi. Balki bu osmonga aytilgan o'qdek nishonsiz gap edi. Faqat rahbarlik bandisini tangshash g'ulg'ulisi ketayotgan paytda munosabatlik o'rinlarning diqqatini qo'zg'ash uchun aytilgan g'arazsiz xolisona bir so'z edi. Lekin xudiki barning muniki bar degandek Havas baxti bu so'zni o'ziga elib oldi. Shuning bilan Salim apandini o'zining o'sish yo'lidagi birdan-bir xatarlik putlik ashang deb jazm qilgan edi. Hozir shu so'z yana esiga kelib, uning Salim apandiga bo'lgan o'shmanligini texmi oshirib etdi. Lekin hozir bu o'shmanlik qandoqdir bir g'oyibona kuchga, tangbassiz, qudratli bir kuchga aylangandek bo'ldi. Bu g'oyibona kuchni uning Zoyidning heriq xavri baxsh etgan edi. Bu xuddi ko'ngil sesishi paqiga yarabdi degandek ish bo'ldi. Havas baxti gul qaqalari echilgan holda Salim apandini badamgulga bog'ladi. U bog'lash bilan Salim apandining ikki puti bir o'tib tiqildi. Zoyidni qutuldirishning xosiyatlik angishtirma tepildi. Endi Salim apandi Havas baxtiga putli qashan bo'lolmaydi, zodi bo'lolmaydi. Uning bir tal seriq tushkunimi ta'virtalmaydi. Balki Havas baxtining qudratlik oyog'i ostida kichikina ojiz qurtdek mangu o'milib yashaydi. O'qituvchilarni eng ko'p va eng odil baholaydiganlar o'quvchilar. Bunday baholash hamisha hamma yerda shartsiz va to'sqinsiz bo'lib turadi. Yaqinda ma'lum bir yotoqda Havas baxti to'g'risida bunday baholar bo'lib o'tgan edi. Kishilar chashqan tutishni biladigan mushuk miyanglamaydi deydi ekan. Bu odam dal shuning o'zi. U o'g'ir mushukdek marab-purab timsiqlab yurib odam joylaydi. Shundoq. Bu nachar illat Havas baxtiga maktabning qo'g'dash bo'limida ishlagan vaqtlarda yuqqan va bu ojiz mikroblar uning vujudidagi munbat tuproqda osonlik ko'payib voyaga yetgan. Keyin u adabiyot fakultetiga yo'tkilib, bir muncha nopuzliq, bilimlik ziyolilarning orasiga kelgandan keyin uningdagi bu illatga ishchitorlik, hasadxo'rlik, ko'ralmaslikka o'xshash ruhiy kasallik alomatlari qo'shilib, uning qalbida saqaymas bir o'sma paydo qilgan edi. Agar u kundalik turmushida ashunda xunuk, nachar ishlarni qilib turmasa, heliqi o'sma darhol qo'zg'alib uni beyaram qiladi, azoblaydi. Uning raqiblarining baxtsizligi, mag'lubiyati va qayg'u alami uning eng yaxshi tinchlantirish dovurisi bo'ladi. Aqniyaz aqlli, sodda yigit edi. Ko'nglida hech kimga yomonlik o'ylamaydi. Lekin yaqindan beri uning mijozi o'zgarib qoldi. Ko'nglida allaqandoq bir shum xiyol bosh ko'tarishga boshladi. U o'lish kun Shavkatni yo'qlab bordi.
parang arsida Shavkat uningga ish chaqirtib mundaq dedi. Aqniyaz, men sening G'unchi qiz bilan bo'lgan munosabatingni o'ylab qoldim. Sening bu muhabbating buningdan 2000 yil burun Yunon faylasufi Platon o'ttirib qo'ygan ma'naviy muhabbatlashish bo'lib qoldi. Platon muhabbat tanning tegishi bo'lmagan ruhning birlashmasi bo'lgandila ayollar haqiqiy baxtli bo'la oladi deb ekan. Sening hozirgi G'unchi qizga bo'lgan muhabbating dal ashunda bir-biringlarning qo'lini uchini tutmaydigan, yatchinisga bo'lgan tabiiy intilishdan yiroq bo'lgan saf ma'naviy muhabbat bo'lyotidi. Lekin adash qadimdan hozirgacha bundaq ma'naviy muhabbatning ulgulari bo'lgan emas. Senmo buning ulgusini yarata olmaysan. Bu ishni vaqtida bir taraf qil. Men sening yaxshi fursatlarni qo'ldan berib qo'yishingdan ansirayman. Aqniyaz 2 kundan beri bu gapni o'ylab, qanday qilish to'g'risida bosh qotirib yursa, tunigun kechda Salay uni texini echitib mundaq dedi. Yaxshi ko'rishni tasalli bilan pasaytib bo'lmaydi, Aqniyaz. Onun abchil chorasi visolga yetish. Bu gap Aqniyazning ko'nglidagi murakkab chigishlarni osonlik yeshivatdi. To'g'ri, visolga yetish kerak. Aqniyaz bu muhabbatning dardini yana tortandi. Onun yuragi bir parcha go'shtak ishq o'tida kuydi. Kul bo'ldi. Necha oydan beri titrab turgan jismini yerga urib, zarladi, qaqshidi. Lekin hech kim parvo qilmadi. Endi bola, sabr toqat deganning mo cheki bo'ladi. Yig'idan keyin kulka, qayg'udan keyin xushallik bo'lishi kerak-ku. Shundoq. Endi visolga yetish kerak. Shu chaqda bu azoblik, kulfatlik muhabbat haqdodiga yetadi. Aqniyazning dardlik yuragi orom topadi. G'unchi qizning o'z taqdirini qayta belgilashga majbur bo'ladi. Shu xiyollar bilan Aqniyazning niyati buzildi. G'unchi qizni o'ziga bo'lgan hurmat aqidasidan foydalanib, tuyuqsiz qopqonga tushirmoqchi bo'ldi. Bugun kechda adabiyot fakulteti bo'yicha mushoira kechasi o'tkaziladi. Bu Aqniyaz uchun kam tepiladigan fursat edi. O'quvchilarning hammasi Qizil binoga oqatdi. Yotoqlari tinch va xoli qoladi. Aqniyaz tushdan keyin jiddiy tayyorlik kirishdi. Dastlab maktab doktorxonasiga berib, bir tunish doktordan nervam ojizlashib, uxlayolmas bo'lib qoldim deb bir necha tal o'tkir uyqu dorisi oldi. Keyin bozorga chiqib, bir butulka glas hariqi bilan ostovi kamput, pecheni degandek narsalarni oldi. Bularni yotoqqa akirib, sanduqqa soldi. Ondan G'unchi qiz bilan ko'rishish uchun uni izladi. Lekin tepish osonga tushmadi. Aqniyaz uning buningdan so'rab surishtirib yurib, oxiri uning maktab kutubxonasida ekanligini bilib oldi. Siriq binoning ostini qavatidagi kutubxona tinch ozod edi. Atdigan soat 8dan kech soat 10gacha eshiklari uliq ochiq bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilar uzilmaydi. Eshikdan kirishdagi Odol Tamga italiyalik mashhur fizika olimi Galileyning kitob go'ya olim kemisi. O bizni tar joydan hayotlikning bepoyon olimiga elib boradi degan hikmatlik so'zi yozilgan ramka esilgan edi. Aqniyaz G'unchi qizni kang va jimjit kitob ko'rish uyining bir bo'limidan topdi. Va demini besib past ovozda pichirladi. Siz bu yerda ekansiz, G'unchi qiz. G'unchi qiz qirqim chochlarini silkib beshini ko'tardi. Chechimo tangni do'lqinladi. Aqniyaz hayajondan o'zini tutib olib, chaqchaq aralash so'zini davom qildi. Sizni ko'rgan bu joyni aqlli shayton topmasa, men o'xshash qalvojillar topolmagiday. G'unchi qizning pisingida kulib, chaqchaq bilan javob berdi. Aqlli shayton bo'lg'achqa tepsiz-ku mana. Bu yerda o'zini paranglashib turishga bo'lmaydi. G'unchi qiz kitob daftarlarini yig'ishtirib o'rnidan turdi. Aqniyazga agishib sirtqa chiqdi. Aqniyaz beshini sangiltib, xiyol bilan jimmidi ketib o'tdi. Biror ishingiz bormidi, Aqniyaz aka? So'radi G'unchi qiz muloyim ovozda. Ha. Aqniyaz andikandek beshini ko'tarib va darhol o'zini o'ngishtirib maqsadini aytdi. Kechda bizning yotoqqa bir chiqsangiz, sizga aytadigan muhim ish bor edi. Mushoira kechasi qatnashmamdi?
qatnashimiz. Men texay she'r o'qiyman. Arqadan tans o'ynaymiz. Faoliyat boshlang'icha bizmi ulgurimiz. Ma'qul, chiqay. G'unchi qizning ko'ngli to'q edi. Kallasiga shaklangudek biror xiyol kelmadi. U Oqniyozning oq ko'ngil, diyonatli yigit ekanligiga ishonadi va uni sinoqdan o'tgan do'st deb qaraydi. Soat 7ga yaqinlashganda G'unchi qiz xuddi qirning qizil tulkisidek jazibkorlik to'lib yotoqqa kirib keldi. Oqniyozmi yo'yinib, tarinib, heyetlik kiyimlarini kiyib, uni kutib o'tirardi. "Keling, yuqori to'q", dedi Oqniyoz hudqib. "Mana bu yerga." G'unchi qiz darisning oldiga qo'yilgan ustalning yendan o'rin oldi. Ustalda Oqniyoz boya bozordan sotib olgan narsalar tizilgan edi. Voy, rasmiy ziyofat ekan-ku bu. Dedi G'unchi qiz qo'llarini yeyib. Nima chiqaygansiz? Arzimaydi G'unchi qiz, sizning loyiqingizda bo'lmadi. Ular bir-biriga qarashib, udum-udum o'ltirdi. Oqniyoz G'unchi qizdan ko'z uzmaydi. U bugun texmi go'zal va jilg'idor bo'lib ketgandek ko'rinadi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atik anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.